Hozir sizlar bilan mana shunaqa atirgul yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga qizil va yashil iplar kerak bo'ladi. Eng avvalo yashil ipdan 120 ta zanjir to'qib olamiz. Keyin bitta ilib olamiz va 6-chisidan bitta nakitli ustun to'qiymiz. Undan keyin 3 ta zanjir olamiz va 3-chisidan bitta nakitli ustun. Shunday qilib qator oxirigacha xuddi shunday qilib to'qib olamiz. 3 ta zanjir olamiz va 3-chisidan nakitli ustun to'qiymiz. 3 ta zanjir, 3-chisidan nakitli ustun. Undan keyin atirgulini to'qiymiz. Atirgulida har bitta 3 talik zanjirning ichidan 7 martadan kirib nakitli ustun to'qib chiqamiz. 7 martadan 7 ta to'qiymiz. O'rtasidagidan bitta nakitsiz ustun to'qib qo'yamiz. 7 ta to'qiymiz, o'rtasidagidan bitta nakitsiz ustun to'qib toki bizda 12 ta arka qolguncha gulni to'qib olamiz. Undan keyin yashil ipni ulaymiz va 3 ta zanjir qilamiz. Keyin to'qib olamiz bitta nakitli ustun. Undan keyin yana bitta nakitli ustun olib ustiga zanjir to'qiymiz. Keyin pastga yana bitta nakitli ustun to'qiymiz. O'sha o'rtada zanjir olganimiz tepa bo'lib, barg bo'lib chiqadi. Xuddi shunday qilib qator oxirigacha to'qib olamiz va gulni o'rab atirgul shakliga keltiramiz. Shunda sizda yaproqli atirgul paydo bo'ladi.